Milliylik va Yevropa stili ikkalasi birgalikda mujassam bo'lgan xonadonimizga tashrif buyurganmiz. Bu uyimiz Nestvonda joylashgan 9-qavatdagi 60 kvadrat metrli ikki xonali chiroyli uyimiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu oshxona qismi studiyniy formatda mehmonxonamiz bilan bitta qilingan. Bu yerda choy ichish uchun stol-stollari va hamma texnikalari bilan idish-tovoqlarigacha tayyor turibdi. Oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda asosiy kirish eshigimizga kirganimizda bizani o'ng qo'lda yuvinish xonamiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari qilingan, juda ham qimmat materiallardan, ta'mirdan chiqqan uyimiz bo'ladi. Uyimizda to'pli pol xizmatlari ham bor va oxirida eslatib o'taman, uyimizda juda ham chiroyli manzara ochilgan. Oxirida ko'rsataman. Bu bizning master yotoqxonamiz, o'zini garderob qismlari, yumshoq kravatlari, komodlari, panoramnik kattagina oynalari, ya'ni parkka qaragan oynalarimiz ham mavjud. Bu yerda bo'lsa kattagina televizorlarimiz ham bor. Kechqurun zerikib qolmaymiz. Mazza qilib kinolarni, seriallarni ko'rib yotaveramiz. Bu yerda bo'lsa, bizani ko'rsanglar bo'ladi, kichkina bo'lsa ham chiroylikkina, shinamgina lounge zonamiz bor va tashqariga chiqamiz. Tashqarida bizani 2 kishilik besetkamiz bor, ya'ni bemalol suhbat qurish uchun stol-stullar qo'yib qo'yilgan va manzaraga bitta baho berasizlar. Hilton va Toshkent parki juda ham chiroyli manzara bor. Mazza qilib kechqurun hordiq chiqarib, yaqinlar bilan mana shu yerda o'tirib suhbat qursak bo'ladi. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 265 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilamiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga rahmat.